Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu yerlar ko'brali bo'lib, pianinolik fasonda bo'lgan va chaksiz tanalari ham qo'yilgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan va turbalari ham tushirib berilgan. Kanizlarga tillari ilingan. Bu yerda ikkita gazirolari bor edi. Ularni ham qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar ham juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana gazirolarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham juda ham go'zal holatda. Eslatib o'taman azizlar, joyning kvadratdan nisbatan ko'proq ketadi, chunki tuynkaning bukilishi va muzqatirishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, bu yerlar juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Bu yerlarda ikkita gazirolarni qilib berganmiz, eslatib o'taman. Choysiz tanalarni ham qo'yib berganmiz. Azizlar, tanlovingizdan suvoq zeriktirgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Choysiz tanlovlarimizdan qo'yib beramiz, albatta tuynka foni bilan birgaligida. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz va uyga tuynka fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yasiz.